Bizga srochniy narxda navrot qilingan Malibu 2 Premier kelib qoldi-yu. 2022-yil ishlab chiqarilgan Malibu 2 Premier mashinamiz. Holatlarimiz ideal holatda turibdi. Narxlari yavash narxga kelib qoldi. Michelin ballonlari turibdi. 4 ta yangi $1600 taqqan ekanlar. O'yinlarimiz ham but-butun. Hop, salon qismiga keladigan bo'lsa, salon qismini ham juda ham akkuratni qilib qo'yibdilar. Takoy rasxotlar qilib qo'yibdilar mashinaga. Yurgan probegimiz 147.719 ekan. Mana mashinamiz ko'ringlar. Takoy. Zo'r turibdi. Mashinamiz benzinda harakatlangan. Texnik hech qanaqa ish yo'qdi. Kraskasi keladigan bo'lsa, hop, kapot, ikkita krilo, orqa eshigida bor ekan. Ichiga o'tmayaptilar. Achkiga alishganda o'tdilar. Narx-navosini bemalol kelib, biz ochib aytamiz sizga, tekshirib, ustinglar bilan ko'raverasizlar. Bu mashinamizni sizlar olib, mazza qilib haydashingiz uchun 20.900 bosib